Assalomu alaykum barchaga. Demak, bugun onlayn kursimizning ikkinchi variant masala yechimini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi savol. Urg'ochi kaptar, diploid to'plami 80, avtosomalarning 16 jufti faqat gomozigoda holatdagi genlarga ega, qolgan avtosoma esa geterozigoda genga ega bo'lsa, urg'ochi karotidda necha xil DNK va necha xil xromosoma mavjud? Demak, bilamizki, urg'ochi kaptar qushlarda urg'ochi jins vakillari heterogameta bo'ladi. Bu yerda diploid 80 ekan. Demak, 78 ta avtosoma va 2 ta jinsiy xromosoma. Mana shu genlardan 16 jufti avtosomasidan 16 jufti, ya'ni 32 tasi gomozigoda holatda. Demak, qolgani, ya'ni ayiradigan bo'lsak, 46 tasi heterozigoda holatda. Savolda so'ralgan necha xil DNK bor? Bilamizki, gomozigota organizmlar uchun DNK xili n to'plam bilan 1 xil bo'ladi. Ya'ni 32 ta gomozigota xromosoma bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 16 xil DNK mavjud. Bu yerda 46 xil xromosoma bo'ladigan bo'lsa, har bitta addiniy DNK bo'ladi. Shu sababdan bu yerda 46 xil DNK mavjud. Bu yerda ham shunday, 2 ta jinsiy xromosoma, ya'ni geterozigoda holatda, bu yerda ham 2 xil DNK mavjud. Demak, bu uchini qo'shadigan bo'lsak, 64 xil DNK hosil bo'ladi. Demak, gomozigot organizm uchun n to'plamga ega, heterozigot organizmni soni bilan 1 xil bo'ladi. DNKni topish formulasi. Demak, ikkinchi qismida necha xil xromosom mavjud deb so'ralgan. Demak, xromosomni hisoblab olamiz. Xromosoma yozib olamiz. 78 ta avtosoma, 2 ta jinsiy xromosoma bor dedik. Demak, 78 ta xromosom bo'ladigan bo'lsa, bu 39 xil bo'ladi. Avtosoma bo'yicha hisoblaydigan bo'lsak. Chunki bu ham bilamizki, avtosomada xromosomalar gamalagik holatda joylashadi va har qaysi gamalagik bir xil xromosomaga ega bo'ladi. Shu sababdan 78 ta avtosoma bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 39 xil DNK mavjud. Keyingisi jinsiy xromosomalar, ya'ni XY, bu ham 2 xil xromosoma mavjud. Jami qo'shadigan bo'lsak, bu yerda 41 xil xromosoma mavjud. Demak, DNK 64 xil, xromosoma 41 xil bo'ladi. Bu yerda javob C variant. Ikkinchi masalaga o'tamiz. Demak, gorilla organizm reduksion bo'linishning anafaza bosqichida. Bilamizki, reduksion bo'linish bu meyoz 1. Anafaza bosqichi so'ralgan. Anafaza to'plam 2n4x holatda bo'ladi. Demak, gorillaning diploid to'plamini yozib olamiz. 18 ta xromosoma bor. Bilamizki, anafazada to'plam 2n4s bo'ladigan bo'lsa, har bir qutbda n2s xromosoma joylashgan bo'ladi. Ya'ni 24, 24 tadan. Lekin ikkita joyda mutatsiya bo'lgan, ya'ni xromosomalar alohida qutblarga emas, bitta qutbga o'tib qolsa, demak, ikkita joyda mutatsiya bo'ladigan bo'lsa, bu yerda ikkitasi kamayadi, bu yerda ikkitasi ko'payadi. Demak, 22 ga 26 ta xromosom bo'ladi. O'tib qolsa va shu qutbdan avosit rivojlangan. Demak, xromosoma ko'p qutbdan avosit rivojlangan. Bilamizki, bu keyinchalik tuxum hujayra hosil qiladi. Hosil bo'lgan tuxum hujayra normal spermatozoid bilan urug'lansa, demak, normal spermatozoidda gaploid, ya'ni 24 xromosoma, mana shu qutbdan o'tgan tuxum hujayrada 26 ta xromosoma bo'ladi. Bularni qo'shilishdan 50 xromosomaga ega bo'lgan zigota hosil bo'ladi. Demak, savolda zigotadagi xromosoma soni so'ralgan. Javob bu yerda B variant. 3-masalaga qaraymiz.
Kapalaklarda tananing rangli va qanotlarda o'simtalarning bo'lishi dominant avtosomaga birikkan holda eslanadi. Demak, ranglilik rangsizlik ustidan, o'simtaning bo'lishi o'simtasizlik ustidan dominantlik qiladi. Demak, savolda digitorazigota urg'ochi kapalak dominant genlar faqat otasidan o'tgan. Demak, bunday tipdagi masala ilgari ham ishlaganmiz. Faqat otasidan o'tgan degani uchun dominant genlar bitta xromosomaga yoziladi. Agar biri ota, biri onadan degan bo'lsa, dominant genlarning biri birinchi xromosomaga, ikkinchisi narigi xromosomaga yozilgan bo'lar edi. Demak, erkak kapalak bu yerda tanasi rangli, qanotlarida o'simta bo'lmagan. Demak, uning tanasi rangli, o'simtasiz ekan. Erkak kapalak bilan chatishtirildi. 800 ta avlod olindi. Avlodning nechtasi tanasi rangli va qanotlarida o'simtalari bo'lgan nakrosoylar bo'ladi. Demak, mana shundaylar so'ralyapti. Demak, farzandlar ichida rangsizga urg'u bermadi. Shu sababdan bu yerni katta A, ya'ni rang deb olamiz. Sof gammozigota holatda. Demak, Krassingover berilgan bu yerda 6%. Anorganizmdan gameta olamiz. Birinchi gameta, recessiv ikkinchi gameta. Endi bularni Krassingover qilamiz. Organizmdan ham bitta gameta olinadi bu yerda. Demak, bular crossover formalar, bular non-crossover formalar. Crossoverlar 6%, ya'ni har qaysi 3% dan tushadi. Non-crossoverlar bu yerda 94%, har qaysi 47% dan tushadi. Demak, savolda bizga katta va katta bo'lar kerak. Lekin e'tiborli bo'lamiz savolga. Bu yerda non-crossover formalar ichidan. Demak, non-crossoverlar mana shu ikkitasi. Bu yerda A va B kattasi faqat bitta, ya'ni 47% bo'ladi ekan. Demak, 800 organizm bu yerda 100% bo'ladigan bo'lsa, 47% ni hisoblaymiz. Demak, hozir 1 daqiqa. Bu yerda 176 degan javob bo'ladi. Demak, unaqa javob yo'q ekan bizda. Demak, E variant kirdirib qo'yamiz. Biz savolga to'g'ri yechim qildik. Agarda bu yerni resessiv deb oladigan taqdirda ham baribir bu yerda unaqa foiz chiqmaydi. Demak, savolni faqat variantida kamchilik bor. Demak, ko'piyada xato tushgan bo'lishi mumkin. Masala tipini biz to'g'ri ishladik. Bunday tipdagi savollarda mana shu ketma-ketlikli ishlanadi. To'g'ri javob bu yerda 376 bo'ladi, ya'ni E variant. 4-chi masalaga yechim qilamiz. Demak, odamlarda jingalak soch silliq soch ustidan chala dominantlik qiladi. Demak, jingalak soch silliq soch ustidan chala dominantlik qiladi. Bu yerda heterozigota, ya'ni oraliq fenotip to'lqinsimon soch bo'ladi. Sepkillik sepkilsizlik ustidan to'liq dominantlik qiladi. Sepkilli bo'lish dominant, sepkilsizlik resessiv. Gemofiliya esa X xromosomida joylashgan resessiv belgi bilan ifodalanadi. Demak, gemofiliyaning dominant gen bo'lsa sog'lom, resessiv bo'ladigan bo'lsa, bu yerda gemofilik, ya'ni kasal bo'ladi. Barcha genlar bo'yicha heterozigota ayol, ya'ni A, B va gemofiliya genlari bo'yicha heterozigota ayol. Silliq sochli, ya'ni alakchik, sepkilsiz, sog'lom erkakka turmushga chiqdi. Tug'ilgan oilasida tug'ilgan gemofiliya bo'yicha sog'lom, silliq sochli o'g'il bolalarning genotipini aniqlang. Demak, avval gamet olib olamiz. Anorganizm oladigan bo'lsak, dastavval katta genlardan katta X resessiv. Endi buni resessiv bilan olamiz. Keyingisi ana resessivga o'tamiz endi. Demak, bu yerda 8 ta gamet olindi. Bizda gameta topish formulasi bor. Bu yerda 3 ta heterozigota bo'ladigan bo'lsa, demak 8 ta gamet olinadi. Bu yerda bitta heterozigota bor. 2 ta bir-biriga ko'paytiradigan bo'lsak, demak, bu yerda farzandlar sonini beradi, ya'ni 16 ta avlod olinadi. Ota organizmdan gamet olamiz.
Demak, bizga so'ralgan farzandlar bo'lgan gemofiliya bo'yicha sog'lom, demak, erkak so'ralgan. Gemofiliya bo'yicha sog'lom, silliq sochli o'g'il bolalar. Silliq soch bo'lish uchun hali kichik bo'lishi kerak. Buni aytmadi. Demak, istalgan birini olsak bo'ladi. Bu yerda katta A bo'lgani uchun mana bu qatorni chiqarib yuboramiz. Bu yerda ham shunday. Mana bu 4 qator chiqib ketdi. Demak, bu yerda katta X, bu qatorni hammasidan katta X bor. Lekin bizga erkaklar so'ralgan. Shu sababdan bu qatorni ham chiqarib yuboramiz. Chunki XX bu yerda urg'ochi hosil bo'ladi. Demak, gemofiliya bo'yicha sog'lom, gemofiliya bo'yicha kasal, gemofiliya bo'yicha sog'lom, bu ham kasal. Demak, ikkita farzand gemofiliya bo'yicha sog' ekan. Demak, savolda to'ling gemofiliya bo'yicha sog'lom, silliq sochli o'g'il bolalarning genotipini aniqlang. Demak, mana shu yerda bu yerda B heterozigota bo'lishi mumkin ekan yoki bular bu yerda resessiv ham bo'lishi mumkin. Mana shu ikkita genotipdan bittasi javobda bo'lishi kerak. Demak, alar kichik, bular heterozigota. Bu yerda B katta bo'lgan, buni chiqarib yuboramiz. Mana bu ikkinchi genotip javobda bor ekan. Demak, 4-savolga D javob. 5-masalaga qaraymiz. Odamlarda A va B genlar bitta avtosoma xromosomasida joylashgan bo'lib, ikki xil kasallikni yuzaga chiqaradi. Demak, mana bu joyga urib beramiz. Bitta avtosoma xromosomasida joylashgan. Demak, genlar birikkan holda esiklangan. A birinchi tur bo'lsa kasal, buni resessiv alleli sog'lom bo'ladi. B gen ikkinchi tur bo'lsa kasal, buning ham resessiv alleli sog'lom bo'ladi. Demak, ayol ikkala kasallik bilan kasallangan bo'lib, unga bu genlar faqat onasidan o'tgan. Demak, boya aytganimizdek, faqat ona yoki otadan o'tadigan bo'lsa, bu yerda dominant genlar faqat bitta xromosomaga yoziladi. Unga bu genlar faqat onasidan o'tdi deyilgan, demak, otasidan resessiv gen kelgan bo'ladi. Erkak ikkala belgi bo'yicha sog'lom. Demak, bu yerda A va B genlari resessiv holda bo'ladi. Agar nazariy jihatdan Krassingur 3% tashkil qilsa, ushbu oilada B geni bo'yicha kasal farzandlarning tug'ilishi ehtimolini aniqlang. Demak, Krassingur bor. Krassingur mana bu organizmda bo'ladi. Chunki u degeterozigota. Gamet olamiz. Demak, birinchi gametamiz, ikkinchi gametamiz. Endi Krassingur qilamiz. Ya'ni A genlar o'rnini almashtiramiz. Demak, bu organizmdan ham bitta gametat hosil bo'ladi. Krassingur, bular crossover formalar. Bular nakrossover formalar. Krassingur 3% bo'ladigan bo'lsa, nakrossoverlar bu yerda 97% tashkil qiladi. Demak, shu oilada B geni bo'yicha kasal farzandlarning tug'ilishi ehtimoli. Demak, bizga katta B kerak. Bu yerda bitta, bu yerda bitta. Jami individlarning yarmi, ya'ni bu yerda 50% degan javob bo'ladi. Javob B variant. 6-masalaga qaraymiz. Otasi daltonizm bo'yicha sog'lom. Onasi esa daltonizm bilan kasallangan. Onasi daltonizm bilan kasallangan. Demak, erkak. Onadan X xromosoma, otadan Y xromosoma keladi. Demak, kasallik geni onadan o'tgan bo'ladi. Somatik hujayrasining mitoz siklining metafaza bosqichida resessiv va dominant allellar sonini hisoblang. Demak, bu yozilgan hujayramiz 2-2 holatda bo'ladi. Ya'ni kichik allellar soni bu yerda bitta, dominant allellar soni 0. Demak, yo'q ekan. Savolda mitozning metafaza bosqichi so'ralgan. Metafazada bilamizki, to'plam 2-4 holatda bo'ladi. Genlar har doim DNKga birikkan holda bo'ladi. Ya'ni DNK bilan bog'liq bu yerda. E'tibor bergan bo'lsangiz, normal holatga nisbatan DNKlar 2 hissa ortgan. Demak, genlarda ham shunday holat kuzatiladi. Ya'ni 2 hissa orttiramiz. Resessiv genlar bu yerda 2 ta, dominant genlar ham 0 ta bo'ladi. Javob bu yerda B variant.
Demak, mana shunday tipdagi savollarda har doim yozilgan genotip ikkin-ikkiz holatda, ya'ni hali mitozga kirishmagan hujayramiz ikkin-ikkiz holatda bo'ladi. Bizga agar profaza, metafaza, anafaza bosqichlari yoki interfazadan sintez va J2 bosqichlari so'raladigan bo'lsa, bu yerni barchasida 4S bo'ladi va genlarimiz ikkilantirib olishimiz kerak. Sabab sintez davrida DNK bu yerda 2 hissa ortgan. Demak, genlar ham 2 hissa ortish kuzatiladi. Demak, bu 0 bo'lgandan keyin necha hissa ortishidan qat'iy nazar baribir bu yerda ham 0 bo'ladi. Bu yerda javob bu variant. 7-masalaga qaraymiz. Noma'lum uzunlikdagi ikkita DNK molekulasi bir fragmentlar mavjud. Birinchi DNK fragmentining uzunligi ikkinchi DNK fragmentidan 1,5 marta uzun ekan. Demak, yozib olamiz. Ikkita DNK fragmenti bor. Birinchi DNK ikkinchi DNKdan 1,5 marta uzun. Demak, ikkinchi DNKni x deb olamiz. Birinchi DNK bu yerda 1,5 x bo'ladi. Agarda biz ikkinchi DNKga 60 ta adenin va 25 ta guanin qo'shadigan bo'lsak, 60 adenin, 25 guanin. Ya'ni hisoblaydigan bo'lsak, quyida 85 nukleotid bo'lyapti. Ikkita DNK fragmenti uzunlik jihatdan bir-biriga teng bo'lib qoladi. Demak, bu yerdagi farq aslida 0,5x edi. Agar biz 85 nukleotid qo'shadigan bo'lsak, ikkita DNKmiz bir-biriga teng bo'lyapti. Demak, 0,5ximiz bizda 85 ga teng bo'lyapti. X bu yerda 170. Savolda birinchi DNK fragmentining uzunligini hisoblang. Demak, birinchi DNKni biz 1,5x deb olganmiz. Shu sababdan x ni 1,5 ga ko'paytiramiz. Birinchi DNKning bir zanjirdagi nukleotidlar kelib chiqadi. 255. Demak, uzunlik hisoblash uchun 0,34 ga ko'paytiramiz. Bu yerda 86,7 nanometr hosil bo'ladi. Demak, javob bu yerda A variant. Keyingi masalaga qaraymiz. 8-masala. Xerizotom g'o'zasida urug'lanish natijasida bir necha zigota hosil bo'ldi. Bilamizki, xerizotomda diploid to'plam 52 ta bo'ladi. Zigotadagi xromosoma umumiy soni 9360. Bilamizki, zigota diploid to'plamga ega. Bitta zigotada 52 ta xromosoma bo'ladigan bo'lsa, 9360 ta xromosoma nechta zigotada bo'ladi? Ya'ni proporsiya qilamiz. Bu yerda demak 180 zigota hosil bo'ladi. Savolda markaziy hujayrani urug'lantirishda ishtirok etgan spermalar sonini hisoblang. Demak, bilamizki, 180 ta zigota hosil qilish uchun 180 ta markaziy hujayra ketgan va shuncha markaziy urug'lantirish uchun shuncha miqdorda spermiya ham ishtirok etadi. Demak, markaziyni urug'lantirgan spermiya degani uchun bu yerda 180 ni belgilaymiz. Ya'ni a'zo. Bu yerga ozgina izoh beradigan bo'lsak, bilamizki, gulli o'simliklar qo'shurlanish jarayoni bo'ladi. Spermiyalardan bittasi tuxum hujayraga, ikkinchisi markaziy hujayra bilan urug'lanadi. Tuxum hujayra bilan qo'shilishidan murtak, markaziy hujayra bilan qo'shilishidan endosperm hosil bo'ladi. Demak, markaziylarni urug'lantirishda qatnashgan spermiyalar deganda son jihatdan bular bir-biriga teng bo'ladi. Agar urug'lantirishda qatnashgan deganda hissa ko'p, ya'ni 360 ni belgilagan bo'lar edik. Lekin markaziyni urug'lantirgan degani uchun o'zini soniga teng bo'ladi. Ya'ni bu yerda 180 ni belgilaymiz. 9-masalaga yechim qilamiz. Demak, savolda no'xatsimon bo'lishi oddiy toj ustidan dominantlik qiladi. Patning qoraligi oqligi ustidan sira dominantlik qiladi. Demak, heterozigota bo'ladigan bo'lsa, bu yerda havo rang ekan. Yozib olamiz. Ikkala belgisi bo'yicha heterozigota organizmlar chatishtirildi. Avlodning qancha qismi oddiy tojli va oq rangli bo'ladi. Demak, bilamizki, bu bizning 9-sinf darsliklarda berilgan no'xat genotipi bilan bir xil, ya'ni heterozigota forma. Shu jadvaldan kelib chiqib hisoblasak ham bo'ladi, ya'ni penni chizib vaqt ketirmasak ham bo'ladi ekan. Bizga oddiy tojlar kerak. Oddiy toj bo'lish uchun bu yerda P recessiv bo'lish kerak. Bu yerda ikkita heterozigota gen bor.
4'te, bundan ham 4'te kamaydi, jami 16 farzand hosil bo'ladi. Demak, bizga oddiy tojlar so'ralgan. Buni qanday xillari bo'lishi mumkin? Oddiy tojni buni katta qilib, buni heterozigota qilib, uni resessiv qilib bo'lishi mumkin. Barchasi gomozigota genotipdan bitta, bitta heterozigota bo'ladigan bo'lsa bundan, ya'ni 16 farzand ichidan ikkitasi, bundan ham bittasi chiqadi. Hisoblaydigan bo'lsak, bu yerda 4tasi oddiy toj bo'ladi. Bu qisqa yechim. B bandida oq ranglar so'ralgan. Oq bo'lish uchun bular resessiv bo'lishi kerak. Balli resessiv bo'lish uchun demak shunday holat bo'lishi mumkin. Yoki Pni resessiv etib olamiz va heterozigota qilib olamiz. Bitta, bundan ham bitta, bundan ikkita hosil bo'ladi. Demak, bundan ham 4tasi chiqadi ekan oq ranglardan. Demak, 4 taqsim 16 bu yerda 25%, bu ham 25% bo'lyapti. Javob C variant. Agar foiz so'rasa 25%, bo'lmasa nisbatni uzun olib ketamiz. Keyingi masalaga o'tamiz. 10-masala. Odamlarda qon guruhlarining irsilanishi resessiv epistatik genga, gen ta'sirida Bombey fenomeni deyiladi. Dominant allel qon guruhlariga ta'sir qilmaydi. Resessiv allel esa istalgan genotipda birinchi qon guruhini namoyon qiladi. Demak, Bombey fenomeni degan kasalligimiz bor. I harfi bilan belgilab olamiz. Savolda resessiv epistatik gen ta'sirini yuzaga chiqaradi dedi. Demak, dominant gen bo'ladigan bo'lsa, bu yerda ta'sirsiz. Resessiv gen keladigan bo'lsa, bu yerda inhibitor, ya'ni Bombey fenomeni deb atasak ham bo'ladi. Bu yerda qanday genotip kelishidan qat'iy nazar har doim birinchi qon guruhini yuzaga chiqaradi. Savolda ikkinchi va uchinchi qon guruhlar degeterozigota ota-onadan. Demak, ikkinchi qon guruhli, uchinchi qon guruhli degeterozigota ota-onalar. Uchinchi qon guruhi bo'lish uchun B0 bo'lishi kerak. Demak, qon guruhlarini bilmaydigan bo'lsak, bir qator ko'rib olamiz. Birinchi qon guruhi, ikkinchi qon guruhi gomozigota yoki ikkinchi qon guruhini mana bunda heterozigota qiladi. Uchinchi qon guruhini gomozigota, uchinchi qon guruhini heterozigota qiladi va bunda to'rtinchi qon guruhi. Savolda ikkinchi va uchinchi qon guruhlari digeterozigota ota-onadan tug'ilgan avlodlar so'ralgan. Demak, bu yerda P'ni chizamiz. Demak, gamet olamiz. Keyingi organizmga o'tamiz. Demak, endi qon guruhlarini fenotipini olib chiqamiz. Birga qaraydigan bo'lsak, katta V 4-chi qon guruh, katta V 4-chi qon guruh, B0 3-chi qon guruh. Demak, B0 3-chi qon guruh bu yerda ham. AB 4-chi qon guruh, AB bu yerda ham 4 chiqishi kerak edi. Lekin ikkita resessiv gen kelish natijasida, ya'ni bu yerda qanday gen bo'lishidan qat'iy nazar, ikkita resessiv gen keladigan bo'lsa, inhibitor, ya'ni Bombey fenomeni birinchi qon guruhni yuzaga chiqaradi. Shu sababdan bu yerda 1 deb olamiz. Bu yerda esa B0 3-chi qon guruh, B0 3-chi qon guruh chiqishi kerak edi, lekin ikkita I gen birga kelish natijasida bu yerda ham birinchi qon guruh yuzaga chiqadi. Demak, bu yerda A0 ikkinchi qon guruh, A0 ikkinchi qon guruh, 00 birinchi qon guruh. Demak, 0 bu yerda ham birinchi qon guruh, A0 ikkinchi qon guruh,
Aynur ikkinchi qonun guruhi chiqishi kerak edi, lekin ikkita kelish natijasida bu yerda ham birinchi qonun guruhi yuzaga chiqadi. Bu yerda 0,0 birinchi qonun guruh, bu yerda ham birinchi qonun guruh yuzaga chiqadi. Fenotip hisoblaydigan bo'lsak, 4-chi qonun guruhlar 4-chi qonun guruhlar bu yerda 1, 2, 3 ta. 3-chi qonun guruhlar bu yerda ham 3 ta. Ikkinchi qonun guruhlar 1, 2, bu ham 3 ta. Birinchi qonun guruhlar bu yerda 7 ta ekan. Demak, javobdan belgilaymiz. 7 ta birinchi qonun guruh, 3 ta ikkinchi qonun guruh, 3 ta uchinchi qonun guruh, 3 ta 4-chi qonun guruh. Demak, to'g'ri javob bu yerda A variant. Demak, yuqorida 10 ta masalaga yechim qildik. Agarda tushunmagan joyingiz bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Barsangizga rahmat.